muhokama qilaylik, qizim bo'lsin deydi. Endi muhokama sizlar bilan birga olib boramiz degan tezlar 2019 oyning 17 kuni boshda aytdik davlat majlisida Shangang to'g'risida Huang Qiping va Xeyishin xonimlar guvohlik beryapti chaqmoqda. Demak, odam degan boshqa bo'ldi ekanda shundan qaraganda. Mayli Xitoy bo'lsin, mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Ordo bo'lsin, mayli qaysi olsun, lekin odamga beradigan bir xil talantni Xudo o'zi beradigan ekanda. Amerika Qo'shma Shtatlari bu Huang bu balani yosh balani nayt yaqtanlab appa qaraganda. Chaqmoqda. Ikki so'zini angladim. Biri Xinjiang dedi, albatta siz bilasiz, men bilaman. Yana biri nima dedi anaqa? Self determination ma o'z taqdirini o'zi belgilash degan og'izdan chiqadi. Bu shuning o'zi sizga bizga kifoya. Nima ish qilsangiz, Shangang berayotgan bir davlat ishtiroki taqdir to'g'ri to'xtalmadim. Buning uchun lug'at aqtirishga, ondan foydalanadigan materiallarni aqtirish to'g'risida qarag'i yo'q so'zlar bo'lsa bo'lmaydi. U dehqonchi bo'lib qoldi. Sizga vatandosh shunga sal tayinli qoldirib qo'ydi. O'z taqdirini o'zi belgilash degan nima? Buning mustaqillik degan bilan nima aloqasi bor? Qandaq munosabati bor? Bu to'g'ri sizlarga so'zlamoqchi vatandoshlar. Shu bizga to'xtab turib o'taymiz. Bugun shu gap Shanganglik Huang Qipingning og'zidan chiqdi. Bu kongressga qarshi aytibiyat o'z taqdirini o'zi belgilash olamlashgan. Dunyoviylashgan. Burada kongress a'zolari, davlat majlislari a'zolari, Marko Rubio senator, Makron parlament a'zolari hali bilan yiqqanmaydi. Bu ranjib qolammi, qandaq desam bulan bo'lmasmi degan so'zning o'zi tarbiya ko'rmagan odamning qo'rqan gapidir. Agar tarbiya ko'rgan bo'lsa, nimani deyish, nimani demaslikni yaxshi biladi. Tarbiya ko'rgan odam qo'rqmaydi. Chunki nimani nima deyishni biladi vatandoshlar. Men bugungi davlat majlisiga qatnashamadi. Qo'shig'lar buni chaqirmaydi hozir. Boshqalarni chaqirmagandek turadi. Allabul do'ppilarni ko'rmadim bu yig'inda bugun. Biroq bugun bu yig'inning aytilishi Shangang to'g'risida aytilishi bu tunjiga 22 yildan 207 ish. Anda buni qo'yib turaylik hozir. Uyuqsiz yana bir xabar keldi. Nima xabar keldi desangiz bu xabarda Ammo Jungo Xalq Cumhuriyetining vaziri Li Keqiang hozir Moskvadan olib Peterburgga ziyoratda bo'lmoqda. Yana bir qism bilan birga Peterburgga aylangan yerlar Medvedev prezident Medvedevning qabul qilganligini prezident emas, vazir Medvedevning qabul qilganligini hammani ko'rsatdi. Va bularning bu birichi davlatlar orasidagi ishlar. Ko'pincha siz bunga sizmi qiziqolmaysiz, men qiziqolmayman. Bu davlat munosabatidagi ishlar. Lekin siz biz qiziqadigan narsa vaqtning zilligi. Vaqt izchilligi, vaqt zilligi, vaqtning ta'xirsizligi. Çatak mana shu yerda. Nima ish qilib deyotgan? Bo'ldi 22 qatimliq vazirlar yig'ini bo'lsin, mayli 32 qatimliq vazirlar yig'ini bo'lsin, buni bilan bizdan parvoyimiz qiladi. Ammo nima Moskva bilan Beijing buni mush vaqt deb bekitmagan ekan, qaysi vaqtda berib ular yillik yig'inni aytib olsa bo'laydi buni. Lekin hozirgi vaqtning qisqasi zilligida qara Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisida senator Marko Rubio va parlament a'zosi Avam palata parlament a'zosi Makkaullah riyosatchiligida Shangangning 2 nafar farzandi, biri o'g'il, biri qiz deydi. Vaqtlikdan ketyapti. Bugun dal bu shaklda Li Keqiang Moskvada. Onun lekin yani yenib turib gumon xo'rlik emas, paket asosida tahlil qilish bo'lsa, hurmatli vatandosh, 9-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokati Maypartiyo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ygandimi, boshqa davlatlar bilan birlashib turib o'ttirib qo'yimiz dedi. Bu avval bir qatim xabar tariqasida yetib keldi. Ikkinchi qatim Jungoning tashqi ishlar ministrligi Huang Qiping xonimning bayonot berib raddiya qilish shaklida bu xabar yana bir qatim yetib keldi. Demak 9-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokati Maypartiyo shu so'zni shu nutqni e'lon qilish bilan tangla qiziqish 9-oyning 11
Amerikadan import qilingan 16 xil tovar mallarga qo'yilgan o'ch elish xarakterli tamoyna bedini bekor qiladi. Men buni mushu tashqi siyosat yoki tashqi dunyodagi alomatlar bilan Jungo hukumati nimaga aldirab qoldi? Shunlashki bugun Nikojan Peterburgni ziyorat qilib o'tib, Nikojan nimaga aldirab qoldi? Bu bir. İkincisi, Jungoning yo'l qo'yishi Jungoning iqtisodiy ahvoli shu yerga keldi. Tahlilchilar ko'p hozir siyosat to'g'risida so'zlayotdi. Jungoning iqtisod to'g'risida so'zlamayotdi. Ma'noga diqqat qiling, hozir Jungoda yemak-ichmakning bahasi, bo'libmi go'sht mahsulotlarining bahasi shiddat bilan o'rlab ketdi. Masalan, alayli bir Xitoy balaning ziyorati orqali Tibetga ketayotgan oliy egizlik bilan Tibetga ketayotgan bir Xitoy balaning ziyoratini ko'rdim. U kishi tog'liqdan bir kentdan, bali oliy egizligiga o'tilgan bir kentdan, tog'liqdan bir kentni o'tib o'tib, dediki, bir zix kavobning bahasi 2 yuan. Bu kavob kalamushini yugan. Bir zix kavobning bahasi 10 yuan. Bu kavob qo'y go'shida pishirilgan. Bunun bilan oxiri anda 1 kilogram go'shtning bahasi, qo'y go'shining bahasi tog'liqning shu kentida 60 yuan. Hozir Xinjiangda, ya'ni mustamlika Uyg'uristondagi baho. Hozir mamlakatning ichki joylarida yana bir nimadan go'sht ag'zimdan chiqarish to'g'ri kelmaydi, uni yana bir nimadan go'shining bahosi o'rlab ketdi. Shunga hozir oldirab Jungo Amerikadan birinchisi burchak import qiladi. İkincisi go'sht mahsulotlarini import qiladi. Chunki baho o'rlab ketdi. Mushundaq vaziyat ostida siz yo'l qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Jungo hukumati Amerika Qo'shma Shtatlarga ma'qul degan bo'lishingiz mumkin. Buni hamma odam qarshi oladi. Masalani yumshattirib hal qilishni hamma odam qarshi oladi. Bular og'ir emas. O'zingizmi qo'shilasiz, o'zingizmi yenik bo'lib qolasiz. Hozir biz boshda aytdik, so'da 20-chi so'da 20-chi yilning boshida ekan. Mushundaqdir. Uning sirtiga Jungo hukumati siz paykitak yoki pataqaroq bo'lib, mushundaq yo'l qo'yishga 9-oyning 16-kuni e'lon qilingan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning nutqi, Uyg'urlar to'g'risidagi nutqi sizga qanchalar turtki bo'ldi, mushuni so'rab baqqan kelyotdi meni. Jungo hukumati endi bu yerda bir andisha, menda paydo bo'layotgan bir andisha. Arlaqda esinglarda va Amerika Qo'shma Shtatlarning muavin prezidenti Mike Pence 6-oyning oldikayında so'zlaydigan nayta dag'dug'liq bir nutqini siyosat sababli qoldirib qo'ydi vatandaşlar. Hozirgacha so'zlanmadi, unuqliq va ishonimanki bir kuni so'zlanadi. So'zlanmadi, kishilik huquq to'g'ri so'zlaydigan nutq edi. So'zlanmadi, bir kuni cho'qim so'zlanadi. Lekin siyosat munosabatlar, davlatlararo munosabatlar, bo'libmi Amerika Jungo o'rtog'ishi savdo surishi savdo suhbati bo'layotgan mushundaq bir paytda bularda aningdirmi ta'sir istisnochi jiddiy Shankang masalasi, Jungoning maydoni nima, Amerikaning maydoni nima, hozir davlat majlisida e'lon qilingan mushundaq bir paytda o'ttirib chiqib deydigan mushundaq bir paytda Uyg'urlar masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida umumiy yig'inda o'ttirib qo'yilishi degan bu chaqchaq emas, yig'in bo'lmadi. Agar mush munosabatlarga yarasha Xitoy hukumati yana bir hiligarlikni ishlatib, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining ko'zini bo'yab, bu masalaning, ya'ni Uyg'urlar masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida umumiy yig'inda o'ttirib qo'yilishini kechiktirib qo'yami deb mushundaq ansirab so'zlaydigan leksiyani bugun ko'tarib chiqib sizlarga topshirdim. Hurmatli vatandoshlar, siz biz ehtimo qilolmaymiz. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga, Prezident Trump hukumatiga iltijoyimiz shuki, siz 9-oyning 6-kuni davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning degini va e'lon qilgani bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining bu qatam Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini, jazo lageri masalasini o'ttirib qo'yishini umid qilamiz. Hurmatli Prezidentimiz Trump efendi. Hozir endi meni boshlab stolda ketganim nima? Nikojan sizga bo'ldi. Siz nimishga o'tira olmay qoldingiz? Nimishga yugurib Peterburgga yetib keldingiz?
tarafda hozir davlat majlisi o'tkazilayotgan Shangang masalasi to'g'risida guvohlik beraylik, guvohlik beraylik. Mo'shu ishlar qistab kelganda Peterburg yoki Moskvada kimdir birisidan Likochang apandi yordam talab qilamsiz yoki bu bo'layotgan diplomatik munosabatlarning bu mazmuni bu to'g'rida suhbatingiz bo'lamdi Moskva prezident Vladimir Putin bilan yoki nima? Ben mo'shuninga hayron qilib vatandosh hozir aldirab tinab oldingizga chiqdi. Xudo saqlasin. Amerika Qo'shma Shtatlarga madad va kuch ato qilsin va oldimizdagi kunlarda